Pas qo'ymabdi dasturxonga. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar mehmonlar. Qani? Undan dasturxonga qo'ymabsan-da. Nimadan? Tomoqlar qahrab. Ha, tomoqqa. Hozir. O, bale. Mana mehmonlar tomoq uchun zo'rda bu. Nima bu? Qaymoq, tomog'ini mo'ylab, ha? To'poy. Anu bor-ku, uni qilsang kayfiyating 100 bo'lib yuradi kun bo'yi. Xursand bo'lib yuradi. Ha, kayfiyatga demaysan, moshna. Hozir. Tushunda oxiri. Tushuntira bilish kerak-da. Bitta qanaqa ketar ekan? Bitta zo'r ketadi, bitta. Mana kayfiyatinglarga qarab katta qilib kesib keldim. Kolbasa. Sen cho'qindimisan? Nimaga? Biz kolbasa demayapmiz. Biz uni aytyapmiz. Juz bor-ku. Juz. Ha, juz. Ha, 100. Ha, Yes qilamiz. Bunga nagli aytish kerak. naql aytmasang tushunmayapti to'poy. Tayyormisan? Sen bilan hammasiga. Jondodar akam, dili jondodar akam. Mana zakasiylar. Choy olib keldingmi? Ichida. Ha, basharang ko'rsin, aroq olib kelibdi. Qayerga ketdi ular? Mana topdim. Ya otangga rahmat. Ani to'poy tushunmaydi. Juz deyapman. Ichsang kayfiyating 100 bo'ladi desam ham tushunmaydi to'poy. Buni 7 xil ta'mi bor. Menga mana shu nokligi yoqadi. Menga mamnus yoqadi, menga marakuya. Men bir narsaga hayron qolyapman. Shu kayfiyatga kolbasaning nima aloqasi bor? O'shaning qatiqda nima aloqasi bor?